ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Aka assalomu alaykum. Amin deb turasiz. Nimaga deng? Bu yerda duolar ijobat bo'ladi joyda. O'zimiz uchun emas, mana shu obunachilar uchun ham niyat qilamiz. Mana shu videoda ko'rayotgani singari bugunda o'zi tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsin. Jumladan siz ham ko'ring aka. Chunki biz nima tilaklar ijobat bo'ladigan, duolar ijobat bo'ladigan, niyatlar ijobat bo'ladigan joylarda turibmiz. Inshaalloh. Bu yerda har bir tilaklar, niyatlar, duolarimiz ijobat bo'lib qoladi. Hoji bobo, sizga qisqa savol-javobda qarang. Qayerdan keldingiz siz? Biz Moskvadan keldik, Siz Rossiyadan. qayerdansiz? O'zimiz Tojikistonlik bo'lamiz. Tojikistonliksiz. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, kamchiliklar yo'q. To'g'risini ayting, mana sizni videoyingizni ko'rib turib, misol kimdir keladi-da, kelgan insonlarga mas qo'rqmasdan biz tavsiya qilsangiz bo'lar ekanmi? Ha, endi qaysi davlat fuqarosiga bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu Rossiyadan kelsa bo'lar ekan. Tojikiston fuqarosimi, O'zbekiston fuqarosimi, Qirg'iziston fuqarosimi? Biz tomondan kamchiliklar o'tmayapti. Yo'q, hammasi 100% juda yaxshi. Yana tem bo'lib 50 bosh mana siz o'zbek zaboni ekansiz. Qiyinchiliklar. Biz oilaviy kelganimizda 4 ta farzandimiz, yana bitta jiyanchamiz, O'sha 7 kishi kelgansizlar. 7 kishi kelganmiz. Bizga juda qulay bo'lyapti-ku, mana shu o'zbek zaboni ekanligingiz uchun. Chunki hammamiz tushunib boryapmiz. Do'stlar, qaranglar, sizlar Rossiyadan turib, Allohning baytiga bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. Buning uchun ko'rsatilayotgan nomerlarga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalom.